Orqamda turgan Zoomlion firmasiga tegishli bo'lgan 12 tonnalik kran turibdi. Bu Navoiy viloyati, Navoiy shahrining markazida joylashgan. Bizning hozir sizlarga juda ham zo'r taklifimiz bor, qadrli quruvchilar. Sizlarga 8 tonna, 10, 12 va undan yuqori bo'lgan tonnalik kranlarni sotuvini hamda ijarasini taklif qilamiz. Ushbu texnikalarning egalari sizlarga barter variantini ham taklif qiladilar. Agarda sizlar quruvchi bo'lsalaringiz, demak kvartiraga barter variantlari ham bor. Sotuv hamda ijara masalalari ham ko'rib chiqiladi. Agar siz quruvchi bo'ladigan bo'lsangiz, qurilish texnikalarini ham sizga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri olib kelib beradilar birinchi qo'l sifatida. Bizlar 2 60 metrlik kran oldik, lift oldik. Hammasi ishonchli, original, talabga javob beradi. Hammaga tavsiya qilamiz. Shu firmadan olinglar. 8 tonnalik mana bu XMG kompaniyasiga tegishli bo'lgan kranimiz hozirda Navoiy City qurilishiga o'z hissasini qo'shmoqda hamda 35 yillik stajga ega bo'lgan kranchimiz Samad akani fikrlarini bilib o'tmoqchimiz. Assalomu alaykum Samad aka. Ushbu firmamizda krani sizga ma'qulmi yo'qmi va standartlarga, hozirgi qurilish standartlariga javob beradimi yo'qmi? O'z fikringizni aytib o'tsangiz. Endi bu zamonaviy kran, misol ko'p qulayliklari bor. Baland etajda qurib biladi. 60 metrgacha yetib beradi yukni. Men endi tavsiya qilaman quruvchilarga. Olib ishlatsa bo'ladi. Zamonaviy yaxshi kranlarda ekanda. Oldinglardan ko'ra ancha bular zamonaviy qulayliklari bor. Kranchiga ham qulayligi bor. Qishda issiq, yozda salqingina konditsionerlari bor. Sizga yo'qmi? Yo'qdi. Men Navoiy shahri katta qurilishlardan birisi Art House firmasida o'z faoliyatimni olib boraman, prorab bo'lib. Bu kompaniyadan kranlardan foydalanyapmiz. Juda ham yaxshi. Har qanday tonnada kranlar bor, 4 tonna, 8 tonna, 12 tonna, 10 tonnagacha yuk ko'taradigan kranlar bor. Bu kompaniyani hamma quruvchilar O'zbekiston bo'yicha quruvchilarga tavsiya etgan bo'lardim. Chunki bu kranlarni o'z vaqtida kelib, texnik ko'rikdan o'tkazib, tekshirib, muoylab qolaversa, kran oshiqlari ham yaxshi ishlaydi. Kranlarga gap yo'q, tavsiya qilgan bo'lardim. Quruvchilar uchun juda ham yaxshi taklif qilinmoqda. Imkoniyatdan foydalanib qolishni tavsiya qilaman. Hamda bizda lift xizmatlari ham bor. Agar sizga lift kerak bo'ladigan bo'lsa, dom qurayotgan bo'lsangiz, lift olib kelib berish hamda 1 yillik servis kafolatlari o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Pastda egalarining raqamini qoldiramiz. O'zlariga qo'ng'iroq qilib, texnikalar haqida batafsil ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi.